Opta Sports tomonidan ishlab chiqilgan superkompyuter futbol klublarining yangilangan jahon reytingini e'lon qildi. Ushbu reytingda dunyoning 13 mingdan ortiq professional futbol klublari qamrab olingan bo'lib, ular zamonaviy statistik modellar va minglab simulyatsiyalar asosida baholangan. Mazkur ro'yxatda Farg'onaning faxri Neftchi futbol klubi 933-o'rinni egallab, yana bir bor xalqaro maydondagi o'z o'rnini mustahkamladi. E'tiborlisi, ushbu natijalar evaziga Neftchi dunyo reytingida kuchli mingtalikning 933-o'rniga, Osiyo bo'yicha 58-o'ringa, mamlakatimizda esa 1-o'ringa sazovor bo'ldi. Albatta, Neftchining bunday kuchli mingtalikdan joy olishi o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Davlatimiz rahbarining ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilgan samarali ishlar tufayli Farg'onada ham bugun millionlar o'yini futbol yangi davrini boshladi. Avvalambor muhtaram prezidentimizni futbolni rivojlantirishga qaratayotgan katta e'tiborlari, qolaversa viloyat hokimligi, viloyat futbol assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan shu istiqbolli rejalar mana shunday natijalarni ko'rsatyapti. Men o'zim futbol o'ynab yurganimda o'sha Neftchining qarorgohida bitta maydon bo'lardi. Hozirgi kunga kelib tabiiy chim bilan qoplangan sug'orish tizimlariga ega 3 ta standart maydon barpo etildi. Bu o'z navbatida futbolchilarni mashg'ulot olib borishda juda keng imkoniyat yaratyapti. Chindan ham Neftchi jamoasi o'yinchilari uchun zamonaviy imkoniyatga ega bo'lgan sport arenada mashg'ulot olib borish, kerakli sharoitlar yaratilgan qarorgohda istiqomat qilish bir paytlar katta orzu bo'lgandi. Bugun esa ushbu orzular real hayotga aylandi. Qarorgoh hududida katta hajmdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilib, go'zal maskanga aylantirildi. Bunday yaratilgan sharoitlar esa Neftchi jamoasini faqatgina oldinga undab, chempionlik uchun kurash olib borishga chorladi. O'tgan yili Farg'onaning Neftchi jamoasi O'zbekiston chempioni bo'lib, o'z tarixida 6-bor g'oliblik kubogini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Qolaversa, joriy yilda O'zbekiston super kubogi sohibiga aylandi. Mana bugungi kunda Neftchi top mingtalik ichida 933-o'rinda olgani hamma futbolchilar singari juda ham ruhlantirdi. Sababi biz o'ynab yurgan davrimizda dunyo bo'yicha top mingtalikka tushishni biz orzu qilardik. Bu albatta o'z-o'zidan bo'layotgan yo'q. Shu Neftchi uchun qilinayotgan infratuzilmalar, sharoitlar mana shunday natijalarni qo'lga kiritishda zamin yaratyapti. Mana Neftchini poydevorini mustahkamlash maqsadida Neftchi futbol akademiyasi tashkil etildi. Bu futbol akademiyada 154 nafar, ya'ni 7 ta sinf, 7 ta guruh tahsil oladi. Unga infratuzilmasini yaxshilash maqsadida barcha qulayliklar bo'lishi uchun bolalarga 6 ta maydon, futbol maydoni, bitta undan tashqari bitta shu yopiq futbol maydoni, bu ham bo'lsa shu issiqda salqin, qishda issiq, har qanaqa ob-havoga qaramasdan mashg'ulotlarni o'tkazishadi. Undan tashqari 154 kishilik binomizda barcha qulayliklar bolajonlar uchun, futbolchi bo'lib yetish uchun sharoitlar yaratilgan. Trenajyor, sauna, basseyn, o'zlarining yotoqxonasi, darsxonasi, tahlil xonasi, bolajonlar uchun o'yinlar hududi tashkil etilgan. Barcha imkoniyatlar yetarli. Bundan tashqari xalqaro mutaxassislarni jalb qilingani ham bejizga emas. Bizni shu yoshlarimiz, futbolchilarimiz ertaroq shu katta futbolga qadam qo'yishiga xizmat qiladi. Har bir uchrashuvda Neftchi o'yinchilarining bir-birini takrorlamas gollarni urib, muxlislarni xursand qilishgani bugun nafaqat mamlakatimiz futbol sevarlarini, balki xalqaro sport mutaxassislarining ham diqqat e'tiborini tortmoqda. Zarba to'singa tegib qayta hujum davom etyapti. Yana zarba, gol! Mana pas, Marushich 3-0. 3-0 do'stlar. Farg'onacha yutamiz. Uzun zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Beritsa. Futbolchi sifatida bir 14 yil shu jamoada faoliyat yuritgan bo'lsam, o'sha davrlarda biz bu narsani orzu qilardik. Mana hozirga kelib biz jamoamiz shu kuchli mingtalikka kirgani uchun biz
juda ham xursand bo'ldik. Hozirgi jamoaga bo'layotgan e'tibor, hozirgi moddiy baza, yaratilayotgan shart-sharoitlar juda bir yuqori darajada bo'lyapti va bu men o'ylaymanki, albatta o'z mevasini beryapti. Taklif qilingan yangi futbolchilar o'z darajasini namoyon eta olyapti. Men o'ylaymanki, albatta elit Chempionlar Ligasida ham yaxshi natijalarga erishib, Neftchi jamoamiz qanaqa salohiyatga egaligini namoyish qilamiz. Fursatdan foydalanib, Neftchi jamoamizning muxlislarini mana shunday tarixiy voqea bilan hammalarini tabriklayman. Biz yana bir bor erishilgan ushbu natija bilan barcha farg'onaliklarni, butun O'zbekiston xalqini muborakbod etamiz. Parvozing yanada yuksalaversin. Farg'onamning neftchisi. Ulkan marralarni zabt etishda davom et. Olg'a Neftchi, olg'a Farg'ona.